Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz daryo bo'yida dacha bo'ladi. Общий kvadraturasi 600 kvadratda joylashgan. Yozda bir gelib oilaviy dam oladigan maskan ekan. Hurmatli obunachilar, yana girgan yerimizda bir 2-3 mashin bemalol sig'adi. Bu yerda barbekü zonalari, ichida basseynlari, parnoylari hammachi mavjud. Tayyor biznes. Burchatkalar qilingan, ko'rib turganlaringizdek fon fasadlar bitgan. Yerda yana girish darvozamiz. Bir yandan ko'rsatib boraveramiz xudo xolasa. Yana bu yerda mangallar qo'yilgan shashlik pishirish uchun. Taqibi navesni o'tirib jo'ralar bilan bir dam oladigan, ovqat pishirib o'tiradigan yer ekan. Oyoq telarimiz miramur ko'rib turganlaringizdek. Qozon o'choqlari tayyor, mo'ykalari tayyor. Kafeler terilgan ko'rib turganlaringizdek. Bemalol 5-6 bo'lib kelsangizlar, hazratib dam olib o'tiradigan yer ekan, hurmatli obunachilar. Tak, bu yanimizda letniy hojatxonasi bor. Bu yerda yana tapchanda o'tirsa bo'ladi, tennis o'ynasangizlar bemalol. Bu yerda yana letniy hojatxonasi xudo xolasa. Общий kvadraturasi 600 kvadratda joylashgan. Yozda dam olish uchun dacha sotib qo'yilyapti. Bu yerda mulk egasining nomerini qo'yib qo'yaveramiz. Xudo xolasa narx-navosini shu yerda bemalol kelishib savdolashib olaverasizlar. Yoz uchun ajoyib dam oladigan yer. Hozir ichki qismini ham ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Tak, bu ichki qismi bo'ladi. Yana bu yerda o'tirib bemalol dam olsangizlar bo'ladi. Televizorlar qo'yilgan, ugalok divanlar qo'yilgan. Üstel kursi, konditsioner hammaga bor. Remontdan chiqib turibdi. Oyoq telarimiz kafel. Yerinde ikinci etajadan chiqadigan lestnitsa. Bu yerda yana oshxonasi. Kuxunli mebellar, hammaga tayyor, холодильник. Yan tarafında podval qismi ham bor ekan. Bu yerda birinchi etajda yana bir yotoqxonasi bor. Bu yerda oilaviy kattalar uchun yotoqxona. İkinci etajdan ko'rsatib o'tamiz keyin. Yan taraf doğru o'tsak, bu yerda basseyn, parnoy hammaga bor ekan. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek basseyn katta. Yazın qishin ishlatsa bo'ladigan tayyor biznes. Dokumentimda umuman yo'q, 100% tayyor vech. Bu yerda parelkasi girib 3-4 adam bemalol hazratib o'tirsa bo'ladi. Basseynin bununla görünüşü. Bir de duşu boyu. Tak, bir yanında hacatxonasi. Ariston qo'yilgan katta, qo'l yuvish uchun umoyliklar bor. Shu ko'rib turganlaringizdek bir ajoyib tayyor biznes. Kimga qiziqli bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa mulk egasini nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar xudo xolasa. Endi ikkinchi qavat namozni ko'rsatib o'taman. Yuqoridan dam olish uchun bolalar uchun kichkina xona bor. Tak. İkinci etajı. Yine bir de kamin qo'yilgan, polkalar qilingan. Общий görünüşü.
Həmmillərimiz natijnoy patolog. Birdə minə detski xana. Kichkina balalarınız bolsa, birdə bemalol bola verədilər. Mebellə qilingan. Ajoyib bir dacha. Hurmatli obunachilar, bu dachamiz xudo xolasa kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimning pastda telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol gelip görüp savdosini qilib olaverasizlar xudo xolasa. Tayyor biznes. Şu videoni iloji boricha qo'ldan kelincha do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Shunday tayyor biznes qidirib yurgan odam bo'lsa, xudo xolasa olaveradi. So'nggi roliklarda görüşguncha sog' omon bo'ling.